Kichik va o'rta biznes vakillarining muammo va takliflarini o'rganish maqsadida joylarda yuzma-yuz uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Navbatdagi uchrashuv Yangiariq tumanida bo'lib o'tdi. Unda soliq qo'mitasi hamda viloyat soliq boshqarmasi rahbariyati ishtirok qildi. Kichik va o'rta biznes vakillari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda soliq siyosatidagi o'zgarishlar, soliq stavkalari va imtiyozlar xususida tushuntirishlar berildi. Ochiq va konstruktiv tarzda o'tgan davra suhbatida tadbirkorlar faoliyatida duch kelayotgan dolzarb masalalar muhokama qilindi. Uchrashuvda qatnashgan tadbirkor Nargiza Bekmurotova ham soliq qo'mitasi rahbariyatiga o'zining taklifi bilan murojaat qildi. Bugungi uchrashuvimiz juda ham bir mazmunli, yaxshi bir kayfiyatda o'tdi. Sababi viloyat boshqarmasining boshlig'ini shaxsan o'zlari kelishi, biz tadbirkorlar bilan ochiq muloqoti, hammani har bir korxonani ichida bo'lgan muammosini o'rganishi va qolaversa taklif va muammolarni joyida hal qilishi juda ham bizga bir dalda bo'ladi desam bola bo'lmaydi. O'zimiz korxona misolida aytadigan bo'lsak, mana bizniki tikuvchilik korxonasi, fabrikamiz bor Yangiariq tumanida 200 ta yangi ish o'rni yaratganmiz. Albatta ishlab chiqarish bo'lgandan keyin albatta ishlab chiqarishda ham o'ziga yarasha muammolari bor, ya'ni talablardan kelib chiqqan holatda takliflar bor. Bugungi kunda men bu uchrashuvdan bitta taklif berib o'tdim. Takliflarimizdan bittasi shuki, ya'ni biz eksportyor korxonamiz, mahsulot ishlab chiqargan mahsulotimizni 100% ni eksport qilamiz. Eksportda mavjud bo'lgan o'sha manfiy NDS deymiz, zachotka oladigan, ya'ni bizning tilimizda aytganda zachotka oladigan NDS deymiz. O'sha zachotka oladigan NDSni zachotka olmasdan turib sistemada, ya'ni soliq bazasida buni kelgusi, ya'ni keyingi oylarda chiqadigan ijtimoiy soliq, ishchilarning daromad solig'i, ijtimoiy soliqqa, foyda solig'iga, yer, mulk solig'iga yo'naltirish. Ya'ni ixtiyoriy ravishda, tadbirkorning ixtiyoriy ravishda mavjud bo'lgan, manfiy bo'lgan NDSini, QQsini kelgusidagi naloglarga, soliqlarga zachot masalasini taklif qildim. Ya'ni bu tizimli bir taklif deb o'ylayman va qisqa bir muddatda bu respublika darajasida hal bo'ladi, natijasi albatta bo'ladi deb umid qilaman. Shuningdek, soliq qonunchiligiga amal qilib, soliqlar va majburiy to'lovlarni o'z vaqtida to'lab kelayotgan va shu orqali mamlakatimiz taraqqiyotiga munosib hissa qo'shib kelayotgan bir guruh tadbirkorlar turli xil nominatsiyalar bo'yicha munosib taqdirlandi. Xaridorlarga eng ko'p chek bergan tadbirkor deb topilibmiz biz. Viloyatimiz boshqarmasi boshlig'i mana bizga tashakkurnoma berishdi, bildirishdi. Bunga rahmat katta e'tibor uchun. Bu chek masalasi hozirgi davrning eng talabgor narsasi bo'lib qoldi. Bu chek bo'yicha masalan chek berish, chekni olish hamma joyda kerak bu. Olgan narsangni sifatini beradi, ko'rsatadi, srokini ko'rasan masalan. Shu hammaga shuni taklif qilib qolaman, chekni olishni esidan chiqarishmasin. Hamma tadbirkorlarga ham shuni maslahat beraman, chek berish, davlatimizga soliqni o'z vaqtida to'lash bo'yicha hamma tadbirkorlar tayyor turishi kerak, shuni amalga oshirish kerak birinchi navbatda davlatimiz uchun. Shuning uchun chekni berishda aylanmasi bormi, boshqasi bormi, hech qanday yashin iqtisodiyot yo'q bu yerda. Chek berib turgan tadbirkor o'ziga ishonch bo'ladi. Shuni hammaga maslahat beraman, shunday qilib ishlashga. Bunday uchrashuvlarni o'tkazishdan asosiy maqsad tadbirkorlik muhiti ochiqligi va adolatli soliq tizimini ta'minlash. Eng asosiysi esa muammolarni o'rganib, ularni hal qilish hisoblanadi.